Benim adım Abbas Soydere. Senin atın ne? Sevinç. Ne kılıyorsun? Qayerga gidiyorsun? Üniversiteye Gidiyorum deyin. gidiyorum. Yorum qo'shing bo'ldi, siz turklarni bilasiz ya. Mana sinab ko'ramiz. Sevinch. Yoshingiz nechida yorum? 18'de yorum. Kayfiyatingiz qanday yorum? Yaxshi. Yaxshi yorum. Yaxshi. Bu tasavvur qiling, aviakassa keldi shunday hozir. 3 ta davlatga oldinga bir kishini olgan holda sayohatga imkoniyat beramiz deb. Davlat va kimni tanlaysiz? Ayimlan. Dubayga bormoqchi edim. Hop. Turkiyaga. Ikkin Germaniyaga. Germaniyaga. Qancha zerikdingizmi? Qarab kelaylik, nima bo'lyapti degan. Aytdim. Eyda nima gap bo'lyapti deng. Ishani ayting. Mayada o'qiysizmi? Hı? Nima qilyapsiz bu yerda? Tadbir bo'lyaptiga o'shanga. Ya, siz qaysi fan fakultet? Nima? Fizika, matematika. Tushunasizmi? Ha? Shunda siz to'xtang. Maktabda matematika darsini yaxshi ko'rgan o'quvchilar toifasidansizda, to'g'rimi? Adashganlarda. Peshana ekan, tog'dir aka.